Akalar, yangicha modeldagi EV6 sotuvga kelib qoldi. Turishini ko'ringlar buni. O'zbekistonda qidirib ko'rdim, narxi qancha ekanini, lekin O'zbekiston bozoridan topolmadim. Mashinamiz полный full paket. EV6 GT Line orqasidan juda chiroyli turibdi. Mashinamiz long range akkumulyatorda bo'lgani uchun 500-550 km yuradi bemalol. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz 2024-yil ishlab chiqarilgan. O'zbekiston boshqa davlatlarga kiraveradi. 41 ming probegda. Hamma funksiyalari bor. 360 kamera, Abduf Abagresidina. Hop. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, Koreyadagi narxi 16900 belgiladik. O'zbekistonga yetib borishi 25-26 ga boradi. Mashinamiz qilinadigan ishi kapot bilan krilosini atelabdan septirmaganmiz. O'zbekistonga olib kelayotganda rastamoshga arzonroq chiqish uchun. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, pastda nomerlar qoldiraman.